Assalomu alaykum barchaga. Bugungi videorolikimizda DojoPick sayti orqali ishlagan daromadimizni chiqarib ko'rsatib o'tamiz. Bu sayt to'g'risida juda ham ko'p ma'lumotlar berib borilgan. Telegram kanalimizga kirib, barcha ma'lumotlarni o'qib olishingiz mumkin. Ishlagan daromadlarni chiqarib olish uchun mana yuqorida bo'lim ko'rsatilgan. Shuni ustiga bir marotaba bosamiz. Va bu yerda ko'rsatib o'tilmoqda depozit, ya'ni daromad kiritish, keyingisi daromad chiqarish, withdraw bo'limini tanlab o'tamiz. Bu yerda eng kam daromad chiqarish miqdori 10 Dogecoin'ni tashkil etar ekan. Chiqarmoqchi bo'lgan kashlovga yozib chiqarib olishimiz mumkin. TuristWallet, Binance va o'zingiz bilgan hamyonlarga chiqarib olish imkoniyati mavjud va chiqarmoqchi bo'lgan hamyon manzilini yozib o'tamiz. Biz mana bir necha marotaba daromad chiqarib olganmiz. Hozir esa o'sha eski kashlok manzilimizni nusxasini olaman va bu yerda kashlok manzilini joylab o'tamiz va chiqarmoqchi summa max, ya'ni men barchasini chiqarib olmoqchiman. Miqdorni kiritdim. Komissiya 0.5 Dogecoin olar ekan. Endi esa chiqarish uchun withdraw tugmasini bosib o'tamiz. Bu yerda sahifa yangilandi. Mana daromad chiqarish to'g'risidagi ma'lumotni bu yerda ko'rsatib o'tmoqda, ya'ni $2.61 chiqarib olar ekanmiz. Withdraw Dojo tugmasini bosib o'tamiz va bu yerda ma'lumot yangilanadi. Mana bu yerda kuzatishimiz mumkin. Mana bu ham keyingi bo'limga qo'shildi va processing, ya'ni jarayonda ekanligini ko'rsatib o'tmoqda. Qolganlarini ko'radigan bo'lsak, qolgan barcha daromadlar hisoblarga kelib tushganligi to'g'risida ma'lumot ko'rsatib o'tmoqda. Shu tartibda daromad chiqarib olish imkoniyati ko'rsatib o'tildi. Qolgan savollar bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldirishni unutmang.